Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun Sankt-Peterburg mana. Siz bilan o'zingiz pasportingizni nima qiling? Qarang, men sizga tushuntiraman. Ucholangiz kerak, просто tushuntiraman, shundaymi? Bu akamiz O'zbekiston grajdanствоsi-ku. Bu dilni o'tiradi mashinada. Bu akamizga na savol javob qiladi, na narsa deydi, kimsan deb so'ramaydi. Chunki pasport O'zbekistondagi granicsada hech narsa demaydi. Sizlarni ushlab turadi. Chunki sizlar Tojikiston fuqarosidan. Mana bu sizniki 18-joy. Vxod. 24-joy Y o'rtada. 18-vxod. Tushundingizmi? Taksi telefon nomerini berganman. Telefon qilasizlar. Sizniki ham o'rtada. 18-vxod. Sizniki ham xuddi shunday. Ikkolaringiz adilni bir mashinada, bu yoq adil bir mashinada. Tushundingizmi? Yana nima qilib qo'ysalangiz, bir mashina olib boradi, lekin bu yoq sizlar kutib turadi, boshqa iloji yo'q. Turamiz. Tamam. Mana shu yerda kirib ketasizlar, rais. Zo'ring. Kirib ketaveringizlar. Valloh. Xo'p, akalar, assalomu alaykum. Bugun 31-oktyabr Sankt-Peterburgdan Granitsaga kirdi-chiqdiga akalarimiz jo'natyapmiz. Kimda dokument bo'lmasa ham akalar Granitsaga kirdi-chiqdi qildirishga mana yordam beramiz. Bemalol murojaat qilib berasizlar. Federal Savay kassasiga dokumentlarni qo'ygan bo'lsa, yaqin ko'rgan bo'lsa akalarimiz biletlarni faqat ertaroq olishga harakat qilingizlar, chunki biletlar narxlari kirdi-chiqdiga внутренний reysa zarobejam ko'tarilib turibdi. Federal Savay kassasi, promoy nomer, Telegram, WhatsApp orqali chiqilasiz. Biletlar chiroyli qilib yozib beradi. Adreslarimiz ham bor.